ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Cennet meyvesi dünya meyvesinden farqlanadi. Dünyada meyvege erişishning yo'li siz borasiz, üzüp ekilasiz ya boshqalar sizga ekib beradi. Ammo jannatda meyve sizning qashingizga keladi. Shunda ishtiho qilish, meyvani orzu qilish bilan meyvani qo'lingizda topsiz. Qo'lingizda ko'rasiz uni. Qarasangiz jannatning meyvesi bilan dunyo meyvesini o'tirib bir o'xshitib qo'ygandek o'ylaysiz. Lekin jannatdagi meyve dunyo meyvasiga o'xshamaydi. Ne ta'mida, ne purqida o'xshamaydi. Jannat ahli meyvelerini ko'radi. Paranglashib deydi-ki, bu meyve mango bo'lishi mumkin, shakli qarasa unga o'xshaydi. Yoki dunyoda yeydigan tin bo'lishi mumkin, unga o'xshaydi. Anjur masalan. Lekin mohiyatda yeb boqqandan keyin ne u dunyodagi yegan mangosiga o'xshamaydi, ne dunyodagi anjurga o'xshamaydi u. Shakli o'xshasimi, ta'mi va har narsa o'xshamaydi. Ammo jannatda o'xshash tipdagi, o'xshash turdagi meyvelarning birisidan butunlay farqli. Siz 100 qitim yeysangiz, 100 qitim boshqacha huzur. Siz zat onun qaysi xil meyve ekanligini farqlantiran mugudek darajada. Agar ko'zi qora odamga bir meyvani akib tutqizib, yugizib qo'ysak, yeb, lekin ha olmaykan deydi. Chunki burun yegan olmaning ta'miga o'xshaydi. Yana bir meyvani apliganda hamma mango ekan deydi. Chunki burun yegan mangoning ta'miga o'xshaydi. Ammo jannat unda emas. Ma pukuni meyvada qiladi, yesa boshqa. Jannatdagi ne'mat bu qadar. Dunyoda har taomninki inson chiqaradigan bir qoldiqi bo'ladi, bilasizlar, uni sirtqa chiqaradigan. Lekin oxiratda yemaklikning qoldiqi olmaydi. Inson yeydi chiqmaydi. Bu nima desa, dunyoning meyvelarining, oxiratning meyvelarining shakllanishida farqli qiladi. Qanday bo'ladi demanglar, ammo insoniy, dunyoviy, yashaviy tafakkur bilan jannat aslos o'xshamaydi. Bizning jannat boshqa jannat. Alloh hammamizni shu jannatga kirgizib qilsin.